Assalomu alaykum. Muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz, biz bilgan Antwerpen shahrida yashayotgan Uyg'ur jamoati bu yerda dinimizni, kulturimizni muhofaza qilmoq uchun, saqlamoq uchun bir masjid, bir islom kultur markazi qo'ymoq uchun bir joyni sotib oldik. Buning pulisidan oldin %15% o'tagan bo'ldik. Qolgan qismi bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Men bana lillahi masjidan, banallohu lahu baytan fil jannah." Ya'ni bir odam dunyoda bir masjidni barpo qilgan bo'lsa, masjid yasab qo'ygan bo'lsa, oxirat Alloh subhanahu va taolo jannatda bir uy ato qildi deydi. Shuning uchun bizga yordamda bo'lishini talab qilamiz. Bu joyda bizning bolalarimiz bir Qur'oni Karim o'rgansa, bir kishi Alloh uchun sajda qilsa, bir kishi amri ma'ruf anglab, yomon yo'lni qo'lini uzsa, buning savobi ta qiyomatgacha yetib boradigan bir sadaqa joriya. Shuning uchun 2026-yili 1-24-25 kunlari o'tkaziladigan jonli yayınımızga kelib, bizga yordamda bo'lishlarini talab qilamiz. Hürmet bilen bilgiye Uygur cemaati. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.